Avvalambor mana shu klinikaga kelganimdan xursandman. Onam Ibragimova Muborak mana shu klinikadan shifo topdilar. Uyda o'zlari 3 kun og'riq bilan, kuchli og'riq bilan o'sha ketanal, diklofenak ukollar olib yotdilar. Ular foydasi bo'lmadi, obezboлившийлari. O'sha og'riqqa chidolmaganlardan keyin uyda emaklab yurishni boshladilar. Emaklab yurganlaridan keyin o'zimizga doktorga olib borib ko'rsatuvdik, blokada qilishdi. U blokadan ham foydasi bo'lmadi. Chidolmadilar og'riqqa. So'rab surishtirib, tanishlarim orqali so'rab surishtirib, bitta частный klinikaga jo'natishdi. Bordim, o'zim oyog'im bilan olib bordim. Ular ko'rishdi, shunaqa nerv qisilib qolgan, MRTs tiniq ko'rsatmayapti, lekin позвоночник qiyshayib turibdi. Mana shu oq narsa turibdi, o'sha kistami, yiringmi, suvmi, o'shani bilmaymiz. Mana shu bizni xavotirga solyapti deyishdi. Keyin u yoqda 3 kun lecheniya qilamiz, ko'ramiz. Lecheniyada xudo xolasa ancha nerv qo'yib yuborish kerak deyishdi. Kaplitsa ukollar 3 kun onamning oyoqlari osmonda turib, shu umuman oyoqlarini yerga tushira olmadilar, nervlari qisilib qolgan, na yon boshlay oldilar, na egilib o'rnlaridan tura oldilar, xullas bo'lmadi. Shu bilan keyin Shohmetga bordik. Avval 16 Grudnoyga bordik. Grudnoyga borsak, bunaqa og'riq bilan biz tushira olmaymiz MRTga deyishdi. Bizda anestezolog yo'q. Hozir bularga bir narkoz, bu narsa berib, MRT qiladigan, narkoz berib tushiradigan nima yo'q deyishdi. Shu bilan tushira olishmadi. Yarim soat o'shda turdik. Ular lekin obezboливший qildi, obezboливший ta'sir qilmadi yana. Shu bilan ertangi kuni bo'ldi deyishdi, qaytarib olib keling o'zimizni nimamizga, ertalab men doktor topib beraman. O'sha yerga olib borib, o'sha yerda narkoz bilan o'sha yerda qilishadi deyishdi. Shu bilan ertangi kuni ertalab yana kelib, onamni oldilariga onamni olib, aeroportda yonidagi Shohmet sentrga olib bordim. O'sha yerga ham azob bilan bordilar, osonlikcha bormadilar, esa qiynaldilar. O'zim ham ular qiynalgan holatlarini ko'rib majburman, boshqa ilojim yo'q, tiniqroq MRTga tushirishga. Shu bilan keyin olib borib o'sha yerda MRTga tushirdik, bir amallab tushirdik. Anestezolog kirib narkoz berdi, boshqa qildi, o'zi qarab turdi o'sha yerda MRTgacha. Shu bilan ertadan chiqib ham kaplitsa ukol, og'riq kuchayib ketdi yana. Doktorimiz oldiga qaytib keldik, doktor ko'rib aytdilarki, mana bu yerda 4-5 umurtqa pog'oni bunaqa qiyshayib yotibdi, qimillab yotibdi dedilar. Endi buni dedilar, olib tashlab qotirib qo'yish kerak dedilar-da. Shu bilan keyin biz xavotirga tushdik. Onamiz sahrlari bor. Sahr 16-17 yuradilar. Shu bilan keyin nima qilsak bo'ladi? Biz sizga ishonib 3 kundan beri onam shu yerda ushlab o'tiribmiz. 3 kundan beri mana shu yerda onam yotibdilar sizda. Nima qilaylik, axir maslahat bering. Bo'ldi, men nevroxirurg, bitta yaxshi nevroxirurg topib beraman. O'sha yerga borasiz. O'shalar ko'rib o'zlari aytadilar, lekin operatsiya qilmasa iloji yo'q deydi. Shu bilan keyin, xo'p dedik. Keyin ular gaplashdilar. Gaplashgandan keyin ular aytdilarki, bo'ldi, men dushanba kuni ishga tushaman. Dushanba kungacha bemori nima qilib turing dedilar. Keyin shu bilan yana aytdilarki, mayli, men hozir bitta sizni ularga yo'naltirib qo'ymayman. Men sizga bir 3-4 ta nevroxirurglar aytaman dedilar. Boring, mana MRTni olib boring, maslahatlashing, ko'rsinlar, qani ular nima deydi, bular nima deydi deb shunaqa dedilar. Ertaga keyin yana biror nima bo'lib qolsa aytmagansan deganday qilmanglar. Masalan, mana ona sizniki. Kim bilan borib maslahatlashasiz, kimni tanlaysiz, u sizni o'zingizni qaroringiz dedilar. Xo'p dedik. Shu bilan kimni tavsiya qilasiz desam, men bu Jeskisoftda shu Ahror aka bor dedilar. Keyin yana bir ikkita kimlaridir aytdilar. Xullas ularni tanimadim. Shu bilan men o'zim Ahror akani Instagramda 1-2 kuzatganim uchun keldim bularga. Bular oldilariga kelib, men aytdim, aka, mana shunaqa 3 kundan beri chasnida yotibmiz. Faqat lecheniya, lekin o'zgarish yo'q, natija yo'q. O'shanga MRTlarni sizga olib keldim. Nima qilay desam, ko'rdilar, men bu yerda grija ko'rmayapman dedilar. Lekin mana shu oq narsa turibdi, o'shani bilishim kerak. U nima bo'lsa, kista bo'lsami, yiring bo'lsami, bemor ko'rishim kerak dedilar. Bo'ldi dedim, olib kelaman sizga. Sirazi bordim, men aytdim doktorimizga, bo'ldi, rahmat sizga kattakon. Onamni olib ketamiz. O'sha Ahror akam o'zlari ko'rib, o'zim qarayman, o'zim qilib beraman dedilar dedim. Dedilar. Shu bilan keyin mayli, bo'ldi, u sizni xohishingiz, mana xohlasangiz olib keting, lekin onangizni sahri bor. Ertaga qaytarib menga kelmaysizmi, sahrini tushirib bering deb shunaqa dedilar. Men aytdim, yo'q. Sahrlarini ham, boshqasini ham o'zlari tushirib, o'zlari qarashar ekan.
deb shunaqa deb olib keldim. Rahmat, olib kelganimdan afsuslanmayman. Masjidga kelib, sirazi bittada onam o'zlariga keldilar, og'riqlari qoldi, ancha yaxshi bo'ldilar. Qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi. Doktorlarimizga ham kattakon rahmat. Onamni to'g'risi o'sha sahrlari bo'lgani uchun o'zim har xil xayol miyamdan rosa o'tdi. Operatsiya qanaqa o'tadi, qanaqa bo'lar ekan? Chunki masalan pul topiladigan narsa, lekin ota-ona topilmaydi hech qachon. Bular dunyoga bir marta kelishadi. Shu bilan keyin yo'q, Xudoga shukr, hammasi yaxshi o'tdi. Nima kerak bo'lsa qilishdi. Qo'llaridan kelgancha harakat qilib, mana Xudoga shukr operatsiyadan ham eson-omon chiqib oldilar. Yaxshilar, ancha ko'z tegmasin, og'riqlari qolgan, Xudoga shukr ancha yaxshi. Kattakon rahmat deyman sizlarga ham, qo'lingizdan kelgancha shuncha yordam berganlaringiz uchun. Bizga o'xshab, menga o'xshab adashib, u yoqqa bu yoqqa sarson bo'lganlarga aytaman, hech qachon unaqa adashmanglar. Mana shunaqa og'riq bo'ldimi, mana shunaqa o'sha sizlarni bezovta qilib, nerv qisilib qoldimi, mana shu Desksoft klinikasiga yetib kelishingizni so'rayman. Rahmat kattakon.